Yaxshi aloqa berasizlar aka? Ha, qo'yib beraman. Yo'q qo'yib berasiz. Telefon qilishaversin. Bo'ldi aka. Telefon qilaverasizlar aka. Xo'p. Bo'ladi aka. Bozorga berasizlar. Xo'p aka. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Chorva ishqibozlari. Mana biz bugun Andijon viloyati Asaka tumanidagi Chorva mol bozoridamiz. Haftamiz kuniga esa payshanba. Bugun sizlarga mayda xunajim va novvoslarni, narx-navosini yoritib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, do'stlarimizga targ'ib qo'yamiz. Hurmatli obunachilar, videoni oxirigacha ko'rsanglar, narxlari hali oldinda, oxirida qiziq joylari bor. Like bosib, obuna bo'ling. Qani biz sekin boshlaymiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Aka, narx qanchadan ekan xunajimlar? Narx qanchadan ekan? 11 milliondan ekan, 11 milliondan. Bo'ladi, yaxshi. Sizlar ko'ribsizlar. Bozor qancha qildi aka? 19,5 narga keldi. Ikkalasi 19,5 mi? Bu ikkalasi. Bu ikkita molimizga 19,5 million so'm pul beribdi. Mol holatini ko'ryapsizlar. Yaxshi boqma. Akamiz ham sizga so'rab turibdi. To'g'rasa mollar esa yaxshi boqadigan ekan. Aka, nomerlar yozib qo'yamizmi? Sotib olasizmi? Bo'ldi. Aka, bozoringizni bersin. Mana keyingi o'najinimiz, bunimiz savdo bo'libdi. 10 million 300 ming so'm bo'libdi, hurmatli obunachilar. Holati yaxshi, sifati yaxshi ekan. Turishi go'zal. O'zingizlar sekin xulosa chiqarib, xudoolasa solishtirib olasizlar degan umiddaman. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring. Keyingi o'najinimiz holati yaxshi. Aka, narx qancha ekan? Bozor o'najimiz 11 million qilyapti ekan. Aka, yoshi nechida? Yoshi bo'lsa, bir 5-6 oylik. Qanchada? Qanchada yozib? 11 million deyapti. Bozor qancha qildi? 9 million 700 ming beryapti bozor. Ko'ryapsizlar? Yaxshi. Aka, yana bormundan nomer qoldirib qo'yamizmi? Aytavering. 88lik 234 1192. Mana hurmatli obunachilar, keyingi o'najinimiz 6 oylik, 7 oyga o'tibdi, xudo xolasa. Narx 9 million ekan oxiri. Sirasi telefon qilsanglar, pul zararlagan akamizga. Sorti gibrid ekan. Holati yaxshi, rosa boqmaygan. Xudo xolasa, hozir akamiz o'z nomerlarini aytib beradi. Aka, nomerlar 95lik 227 8804 ha? Bo'ldi aka. Aloqa chiqalasizlar. Yaxshi aloqa berasizlar aka? Ha, qo'yib beraman. Yo'q qo'yib berasiz. Telefon qilishaversin. Bo'ldi aka. Telefon qilaverasizlar aka. Xo'p. Bo'ladi aka. Bozorga berasizlar. Xo'p aka. Mana hurmatli obunachilar, keyingi o'najinimiz. Aka, narx qancha ekan bo'ladi? 9,5-8,5 ha? Bu 9,5 million so'm ekan, sarig'i 8,5 million so'm ekan. Bozor qancha qildi aka? Bozor 8,5 million berishyapti ekan. Bu qora ham sizdanmi? Bu qorasi ham akamizdan ekan. Aka, holati yaxshi, sifatlarini ko'rib turibsizlar, xudo xolasa. Bo'lsa foydalanadigan. Aka, bular necha oylik? 3 oylik bo'lsa kerak. 3 oylik. 3 oylik aka, xudo xolasa. Aka, nomerlar qoldirib qo'yamizmi? 195 94lik 195 3016 bu. Bo'lsa ko'ribsizlar, yaxshi. O'zingizlar ko'rib sekin solishtirib xulosa qilaverasizlar akalar. Xizmatlar o'zi telefon qilaverasizlar.
Aka bozoringizni bersin. Yon narx qancha ekan buni? Alaykum assalom. 7,5 million deyishyapti ekan. 7 millionga bermadi-da bozorda. Bozor 7 million tutib bermabdi. Bu necha oylik bu? 6 oylik bor ekan. Qancha? 6 oylik. 6 oylik bor ekan, xudo xolasa. Nomerlar bormi? Nomer. Ayting. 50. 712 52 94 ha? Chorva zo'r. Yo'q, bozoringizni bersin. Mana keyingi o'nachilarimiz. Yaxshi. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar. Videoga like bosib, kuzatib borishni davom eting. Aka narx qancha ekan buni? 15 kami bor? 15 kami bor. Ha. Ha, oq bo'ladi. Bu oqimiz 15 million kami bor ekan. Bularda 13,5 million so'mdan kami bor ekan. Bozor qancha qildi bularni? 10 million tepasi qildi bozor. Bular necha oylik aka? Hali yoshi yetmagan ekan. Bozor qilyapti ekan, akalardan qilyapti. Xohlasa yaxshi sifatlari. Aka nomerlar qoldirib qo'yamizmi? 97lik. 97lik. 232 232 88 29. 88 29 ha? Bo'ldi. Akamizga aloqa chiqarasizlar. Xohlasa oldi turishlari go'zal. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, asa boqma. Bitta laykchani bosib qo'yasizlar akalar. Boyga bozoringizni bersin. Keyingi o'nachilarimiz savdolar qilyapti. Bunga 9 million plyus beryapti. Aka qancha berdingiz? 20 million. Zo'r buni ya. 10 million. 10 million berdi o'raga. Aka narx qanchadan aka? Assalomu alaykum. Aka 10 million 12 million kami. 10 million 12 million kami bor ekan. Bular necha oylik bular? Necha oylik aka? 10,5 berdi ama monga 8,5 berishdi. 10,5 bunga 8,5 million so'm pul berishibdi. Onalari holati yaxshi boqmaydi. Aka yoshi nechida ekan yoshi aka? 2 oy choylik, mol choylik deb olindi enasini. Ha, bu 3 oylik, bu 2 oy 3 oylik ekan, xudo xolasa. Holati yaxshi. Aka nomerlar qoldiramizmi? Sotib olasiz? Bo'ldi aka. Bozoringizni bersin. Hop, aka charchamang. Assalomu alaykum. Aka narx qancha ekan o'najimizda? Narx qancha ekan? 11,5 kami bor. 10 million 600 ming so'rayapti. 11,5 million so'm kami bor ekan. Bozor 10 million 600 ming so'm so'rayapti ekan. Xohlasa holati yaxshi. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Aka bu yoshi nechida buni? Necha oylik bu? 5 oylik. 5 oylik. 5 oylik bu qo'najinimiz. Aka nomerlar qoldirib qo'yamizmi? 93lik. 93lik. 412 412 20 00. 20 00. Bo'ldi. Ismi Qudratullo ekan. Akamizga murojaatga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Yaxshi narxlarni qilib beramiz. Aka bozoringizni bersin, charchamang. O'najinimiz, hurmatli obunachilar. O'najin bo'lsa yaxshi, ishlari go'zal. Ozdog'on narxi qancha ekan buni? 300 ga chiqaradigan bo'lsa. YouTube'ga. YouTube'ga qo'yamiz, YouTube'ga. Bu narx qancha buni? Narxini aytib qo'ying. Narxini aytmadi, chiqarmaymiz deyapti. O'zingizlar ko'rdinglar. Hurmatli obunachilar, keyingi obunachilarimiz. Ozdog'on narxi qanchadan ekan bo'ladi? Narxi? 9,5 ga so'rayapsiz. Bu 9,5 million so'm. Bu 9 million so'm.
O necha oylik bular? Necha oylik? 3 oylikdan. Ha, bu hozir 3 oylikdan. Sotildimi aka bu? 3 oylikdan ekan, holatlari yaxshi. Burada ko'rdirsizlar, bitta like bosib qo'yamiz, hurmatli obunachilar. Hozir nomerlar qoldirib qo'yamizmi? Nomerlarni aytavering. 93lik 210 elektr 15 ha? Bo'l. Ismingiz nima? Qancha? Qosimjon. Ha, bu. İsmi Kozimjon aka ekan, xudo xolasa aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa yaxshi qilib beradi. Keyingi o'g'lan. Narx qanchadan aka? 12,5 ha, juftligiga. Juftligiga 12,5 million so'm deyapti. Bozor qancha qildi bozor? Bozor 12 million so'm qilyapti. Bular necha oylik yoshi? 3 oylik ha? 3 oylik. Yaxshi. Bunda xonachilardan ko'p aka? Ko'p. Nomerlar qoldirib berdi. 95 lik. 227 10 44 ha? Bo'ldi aka. Xudo aloqaga chiqishadi. Ismingiz nima aka? Xudoyberdi. Xudoyberdi akam. Janob aloqaga chiqaverasizlar akalar. Yaxshi aloqalar. Aka bozoringizni bersin. Hurmatli obunachilar, keyingi kunlarimiz hozir ko'rib turibsizlar. Aka savdo qilyapti akalar. Narx qanchaga aka? Kam bor deyapti, 15 deyapti. Jupiga 17 million kam bor ha? Jupiga 17 million kami bor deyishyapti. Bozor qancha qildi aka bozor? Bozor 15 million qildi. 3 oylik bormi aka bular? 3 oylik? 3 oylik? 4 oylik. 4 oylik ha? 4 oylik aka. Nima dedilar? Oqboshdanmi? Ha. Metal gibrid bu. Metal gibrid ekan, olamiz. O nomerlar qoldirib qo'yamizmi hozir? 91lik 91lik 489 02 69. bo'ldi. Ismingiz nima? Ismim Omadjon. Omadjon aka. Xolos aloqa chiqaverasizlar. Qanaqa? Ular yaxshi. Chorva zo'r aka. Chorva zo'r. Chorva zo'r. Ha. Telegrami ham bormi? Telegrami ham bor. Mol bozormi? Mol bozor aka. Xo'p. Aloqaga chiqishadi aka, bozoringizni bersin. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Onajinimiz, hurmatli obunachilar. Aka narxi qancha ekan onajinimiz? Narxi 11 million deyapti. Narxi 11 million. 11 million deyapti, 9,5 million qilishdi. Bozor 9,5 million qilishibdi, bermabdi akamiz. Aka bu necha oylik? Qarang, 1 yoshdan o'tdi aka. 1 yoshdan o'tdi. 1 yashardan o'tibdi, xudo xolasa. Ular ko'rib holatini yaxshi boqmaykan. Aka nomerlar qoldirib qo'yamizmi? 90lik 90lik 769 22 77 bo'ldi. Akamiz aloqa chiqaverasizlar. Holati yaxshi. Aka bozoringizni bersin. Xo'p aka, charchamang. Keyingi o'najinimiz. Aka narx qancha ekan buni? Narx qancha ekan o'najinimiz? 14 deyapti ekan. 14 millioncha kami bor deyishyapti. Bozor qancha qildi? Bozor 11 million 700 ming. 11 million 700 ming bozor. Yoshi nechida aka? 5-6 oylik mesela. 5-6 oylik. 5-6 oylik aka. Ko'p ko'rasizlar. Holatlari yaxshi. Bozorda odam ko'p deydi. Shuni hisobiga uncha to'liqroq ko'rinmayotgan bo'lsa oldin o'zini so'rab qolamiz. Aka nomerlar qoldirib qo'yamizmi? Sotarasizmi? Bo'ldi, aka. Akamiz dehqon aka.
Aka bozorlar bersin. Charchamaylar. Keyingi onachilarimiz videoda oxirigacha ko'rib like bosib turamiz, hurmatli onachilar. Like bosgan qo'linglar dard ko'rmasin. Aka narx qanchadan ekan bo'ladi? 11 million 10,5 million so'm, ha? Bozor qancha qildi? 9,5 million so'm, 8,700 ming so'm qorasi. Yaxshi. Necha oylik aka bular? 5 oylik bo'ldi, 5-6 oylik. 5-6 oylik, ha? 5-6 oylik. Aka nomerlar qoldirib qo'yamiz. 91lik. 171 171 99 49. 99 49. Yana bormi aka bularni? Serob, ha? To'g'ri aloqa chiqarsa, hurmatli obunachilar, Serob aka. Aka ismingizni aytib qo'yasiz. Nodirbek akaning ismi. Aloqa chiqarsa. Aka bozoringizni bersin. Xo'p, charchamang. 11 milliondan sotilibdi shu mollarimiz. Bular 11 million so'm onachilarimiz. Keyin onachimiz. Aka narx qanchaga onachimiz? Qancha? 11 million so'm. Bu yoshi 5-6 oylik bormi? 4 oylik debdi. 4 oylik. Yosh 4 oylik aka. 11 million so'mga olibdi. Akamiz ukamiz. Hurmatli obunachilar, shu yerda videoni yakunlaymiz. Videoga bitta like bosib, bundan da qiziq videolar hali oldinda obuna bo'lib qo'ysanglar, hozir qo'ldan kelgancha videolar chiqarishga harakat qilamiz. Nimaga rahmat, sog' bo'linglar.